Bu dunyo meniki, hammasi meniki, sizniki. Biz uchun bu daryolar, tog'u toshlar, daraxtlar, gullar, jonzot jonivorlar, yer u osmon, yulduzlar. Bu quyosh ham men uchun yaralmadimi? Insoniyat uchun yaraldi-ku, barchasi arzitdi-ku, shunchasiga yaratgan. Muhim emas, kimman, qanaqaman, qanaqa yashayman. Men eng go'zaliga loyiqman. Hammasi yarashadi menga. Yarashtiraman, aniq bilaman. Hamma ne'matlariga arziyman. Xato va kamchiliklarimni o'ylab o'tkazavering vaqtingizni. Men esa dunyolar bilan bandman. Yaratganning yaratganlari ichida bu hali zarrasi. Bu nima edi? Bu holat manmanlik emas, balki o'zimizni qadrli ekanligimizni tushunish, anglab yetish. Kamtarlik bilan, muhabbat bilan, go'zalliklari bilan siylagan yaratgan oldida bosh egib, shukr qilib, uning haqqiga tasannolar o'qib yashash holatiga kelish. Maqsad shu. Siz ham u go'zalliklardan birisiz. O'zini, qadrini ko'klada bilmaydiganlarga, ko'klada ko'rmaydiganlarga jo'natib qo'ying. Sevaman sizni.